eng yeni, eng nadir, sizlikdagi yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Sofiya, levgirmani berib turay. Levingni bu yoq nima qilsa, erkaklardek mijozi bor qizlarni tanlaydi ekan. Rejissorni g'alati odam deyishdi. Muammo rejissor bo'ldi odam ekan. Sizlarning o'yini film ishlash shirkatiga yaqin deydi-ku. Ha, bir ko'chil ayirib turdi. Qadrli film modeli. Bu filmning muvaffaqiyatli chiqish chiqmasligi iqtidorli bir qiz artistini tepishimizga bog'liq. Uning bo'y egizligi 1.70 m dan egiz bo'lishi, mashina haydalishi, ot minalishi, jambozlikni bilish kerak. Yana tans o'ynay oladigan, muhabbatlasha oladigan bo'lishi, ham tabiiy romantik g'alati narsalarga intiladigan mijoz xarakterga ega bo'lish kerak. Albatta kishilarni jalb qila oladigan obrazim bo'lishi lozim. Shunga men bu filmning foydasi haqida ifoda bildirmayman. Ham buningga qarg'ulacha imzo qo'yamayman. Siz mas'uliyatli rejissor. Siz rejissorlik qilgan film cho'qim muvaffaqiyatli chiqdi. Yo'q. Bu film boshqacha. Rasmi shundoq bo'lsa, ssenariyda tasvirlangan yigitning rolini oladigan bosh qahramon qizning sehriy kuchiga tayinimiz. Rejissor! Nejat rejissor bu yerda ekan-ku. Rejissor, sizning talabingiz bo'yicha Putkul shahridagi bo'yi 1.70 m dan oshgan qizlarni hammasini chaqirib keldim. Yaxshi-ku. Rejissor, jasad modelini bitdim. Men sana aytdim-ku, jasad modelini ishlatmaymiz. Rejissor, dastlabki tanlashdan 17 nafar qiz o'tdi. Ko'rib boqamsiz? Qayerda? Gimnastika zalda. Gimnastika zalda? Neymiş kuyaga bashilding? Ularning karomatini ko'raman degandingiz-ku. Ma'qul. Siz naq maydonga bering. Men iskatga boray. Rejissor, bu kiyimlarni iskilatdan tepib chiqdim. Hammasi aranji kiyimlar. Ularni kiygizib ko'rib boqamdi. Bo'ladi. Rejissor, sizlarda erkaklarga xos mijoz bor yo'qligini ko'rdi ekan. Shunga sizlar bu aranji kiyimlarni kiyinglar, ha? Omansizlar? Elinglar? Omansizlar? Agar rejissorning ko'zi o'tkir bo'lsa, bir qarabla meningda erkaklarga xos mijozning borlig'ini ko'ra oladi. Bu kiyimlarni kiyishim hojatsiz. Qaramamdan qalpoqqa, bu oyoqqa. Men degan Sofiya. Sofiya, men kiyib boqaychi. Mana, ela. A'l tarafga berib almashtiringlar. Chaqqan bo'linglar. Rejissor, buning ishtini kamkan. Ishton? Chapaq yo'q. Mana, meninkini kiying. Intayin bexatar. Mana, ela. Kiying-a. Sinaris efendi, rejissor bosh rol qiz tanlayotdi. Kirib ko'rib beqin. Ahvol qanday qaraq? Bilmadim. Ski, ber, ski, ber, ski, ber, ski, ber. Onda, tur. Onga burun. Rejissor, başlandık. Başlayalım. Kelinglar, cho'rdab turinglar. Qarab turinglar. Diqqat. Osmonliqdagi harakatinglar 90 gradus bo'lsin. Yana kirish shaklini hosil qilsa, yana ish qilib qolaman shundaq bildinglarmi? Keling. Palaka. Siz keling. Bo'ldi, qaytim. Siz bo'lmadi. Hammalar yarmaydi ekansizlar. To'g'ri. Endi tekis taqdilar. Diqqat qilinglar. Qaranglar. Biz ko'rkam harakatni ishlaylik. Harakatimiz tekis bo'lsin. Ko'rdinglarmi? Yana bu
bu qiyin. Buni manda. Bo'ldi, kipilmanglar. Endi inshaalloh. Qiyin harakatni ishlanglar, ha? Voyjon. Bo'ldi. Sizlar chiqinglar. Bo'lmadi. Bo'ldi. Sizlar bunda harakatni qila olmaydi ekansizlar. Sizlar nima qila olasizlar? Biz qilmaymiz. Tomsa? Ularnikini ko'raylik. Kel. Bak hejiyama. To'g'ri. Mana shundoq. Kulgimni keltiman. Men sizni aytmagandim yoki siz menimi? To'psizdirman. Ko'ylakni ko'taram. Şoförlüğünüzü qilmay, asar yazman deb nima qilatdingiz? Qiz o'g'ilcha sinf rol olamiz. Tomoshabinlarni jalb qilish uchun-da, bilamsiz, rejissor mushu personajni deb ssenariyni qabul qildi. Bo'lmasa mashin hadigash to'qib chiqqan mazmun yo'q hikoyani kim ko'ratdi? O'ynishim qandara. Yaxshi. Putim bek og'riyotdi. Kechiring. İstemala. Voyjon. Voy. Biraz bo'lmagansiz. Voy. Rejissor! Nima bo'ldi? Siz qayerga ketdimi? Bu xizmatga buzg'unchilik qilgan emasmi? Siz kim? Qandoq kelgandi? Qamlashmagan. Nima? Tanishamsa? Tanishlar. Sizlar. İsmim Gulbahar. Kechiring. Tekrimedim. Ular meni ishtiribdi. Bizga qo'shni bo'ladi. Endi ular demsin. Rejissor! Institutga bormamsa, imtihon tugidi, taqsimotga vaqt bor. Uyga qaytay. Qazimi dopshoqkan. Rejissor, men rol ololmayman. Biroq, bu qizlar ishlagan harakatlarni menmi ostol qila olmayman. Agar menda xafa bo'lmagan bo'lsangiz ishlab beray. Sizdan xafa bo'lmadim. Bakri, nima qilgan? U harakat ishlab qoldi. Rejissor beshingiz. Silahni qo'yib sen bilaymi? Osmon qilgaysizlar. Rejissor, o qizning bo'yi jiq bo'lsa 1 metr 60 sant kelar. Ssenariyni o'zgartirishga bo'ladi. To'g'ri, ssenariyni o'zgartirishga bo'ladi. Yaxshi. Bek yaxshi. Ehtiyot qiling. Qaranglar nima degan yaxshi. Qara. Mana manda. Manda turib. Yaxshi. Yaraydi. Cho'chilanglar, cho'voz. Yaxshi. Yana birdi. Yaraysiz. Yaxshi. Yaraysiz. Cho'chilanglar, cho'voz. Hazırlık kayıttı ben. Güde, bu yak kelime. Berim. Ayting, kim bo'lasiz? Men bola boqquchi. Nemishqa bola boqquchi bo'ldingiz? Men yezida tug'ilib o'sgan. 12 yoshimda ota-onam o'lib ketdi. 12 yoshingizda bola boqquchi bo'ldingizmi? Biroq oiladagi tog'am hadamlar o'z qizida qarab kelyotdi. Tog'am hadam deganlar kimlar? Aysham bilan Qiyom.
ularning oilasimi? Shular ekanda. Shunglashib ekanda. Eliq Sofiya qizchaq shu ailening xon qiziga deymi? Sofiya! Sofiya! Xon qiz, kiyimlaringizni dazmollab qo'ydim. Qo'yib qo'y. Ey, qalqan qani? Ha? Mana. Endi chiqib mehmonlarni kutay. Esingda bo'lsin, sal turib mehmonlarni oldiga chiqamiz. Ma'qul. Onun ota bovlari dehqon bo'lgan bilan, lekin san'at iqtidori kuchli. Bir ko'ribla o'rganib oladi. Hatto eng qiyin bo'lgan qadimiy usullarimizni o'rganib oldi. U haqiqatan aqlli, firishchan havaskor. Doim bizning jonbozlik guruhimizga berib, asosiy mahoratlarni mashq qiladi. Bir necha yildan beri u nurg'un narsalarni o'rganib oldi. Men yordamchi. Bo'ldi, o'tiring, izlam qilay. Qiyin bo'lgan mullaq ichish harakatini o'rganib oldi. Yo. Uningda o'g'illar xos bir xil jasorat bor. Kechiring. Biz uning texmi pishib yetilishi uchun bir o'rganish perspektiv bermoqchi bo'layotgandik. U to'g'ri talantli. Yaxshi. Shundoq. Uningda san'at jihatdagi tug'ma iqtidor bor ekan. Buni iqror qilmay bo'lmaydi. Iqtidorning bo'lishi hammadan muhim. Shundoq, hammadan muhim. Bu yoq mening qo'llig'im. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Amsa biz qaytaylik. Xo'sh amsa. Sofiya, turing, mehmonlarni dadam bilan opamni to'liga qilib ketdi. Tez bo'ling, oldimda men. Qarg'ana, qanday turman. Nayt chiroyli. Rejissor, bu ailemizdan ham qizi Sofiya. Tunugun ko'rgandim. Xayr xo'sh. Xo'sh amsa, xo'sh. Xayr xo'sh. Xo'sh. Uzitib qo'ying. Jira, uzitib qo'yaylik. Mudir bunda qoldiraysan. Kechiring. Mudir, Gülining o'rniga boshqa bir bola boqqichini topsaq, dongli qarshisini tepishib ketgan pulning 6tasini tejab qolatdik. Uning ustiga Gülining hozir yoshlik bahori urg'ib turgan chig'i, u xuddi bir dasta gulga o'xshaydi. Uning chiroyi yop-yeshil qilib kelgan bug'di kunning suyidek suv-tuzuk tumanda, ha? Rejissor. Yaxshimisiz? Bu kiyimingiz pek yarashimli ekan. Ajam alayta men aytmagandim. Guli. Bu yoqqa. Artistlarning operator zaliga boshlab kirgin. Operatorga aytgan amal bor uning hissiyotidagi kamchiligini oshkorlasin. Girimchik naq maydonda uning kamchil joylarini to'ldirsin. Shundoq bo'lsin. Bag'in. Jiron qizchaq. Rejissor, u rassallandimi? Zavod boshlig'i bu tanlashni intayin qo'lladi. Yo'ldosh rejissor, u ot minalandi, mashina haydalandi. Biz bordigan cho'llarni, yayloqlarni, Shinjongning janub-shimolidagi manzillarni ko'rib baqqanmi? Uningda saqt film buloqdek romantik mijoz bormi? Suratga elishga tehi 2,5 oy vaqt bor. Uning sharoiti yaratib Shinjongning har qaysi joylariga turmush o'rgangil avatsak, u cho'qim muvaffaqiyat qozondi. Rejissor, mudir, Güliga hamroh bo'lib berishni talab qilma. Men borman. Talab qilish hojatsiz. Bu qitim qoidani buzimiz. Siz Murat ishkonlar Güliga hamroh bo'lib beringlar. Sizlar uning ashu tavakkulchilik hayotining sirliq hissiyotlarga cho'nqir cho'kishiga yetakchilik qilinglar. Yana u o'zi olmoqchi bo'lgan rolning harbiy qismdagi aranchi yosinib olgan iqtidorli cho'lpon ekanligini har vaqt esida tutish kerak. Xotirjam bo'ling, rejissor. Men uni arancha sandirib, har kuni otlab qaqlab, har kuni ko'proq amal qilinglar. Uning o'z fikrini ko'proq qo'llanglar. Ssenariy Gülining shartlariga ham uning bu qitimqi turmush o'rganish ahvoliga asosan o'zgartirilsin. Bizning ssenariyimiz artistga mos kelishi lozim. Xotirjam bo'ling, rejissor. Maqsadingizni tushunaman. Men Güli uchun ssenariyni yana bir qitim o'zgartib, Güliga loyiq qilib yezib chiqaman.在我面前展开。
Akil, qo'lingizni. Hey! Ah, motsikl. Men minib ko'rsatib qo'yay. Yo'q. O'zimli menib sinab ko'ray. Bo'lmaydi. Favqulodda yiqilib tushib yaralansangiz rol olishga mumkin bo'lmay qoladi. Shunga sizni men kaynimga mindirib etmagay. Ma'lum rejissor, o'zimli menib ugunaymikin. Ssenariyda men motosiklet menib uçqandek chopadigan ko'rinish bor ekan. Siz faqat motosiklet ustidagi hissiyotni chiqarib bersangizlar, yaqin ko'rinishingizni alohida qilib suratga asosla bo'ladi. Ushqandek chepib ketayotgan ko'rinishga boshqa birisi chiqadi. Keling, meni Boshqa birisi deysiz-ku? Boshqa birisi deganim, sizning o'rningizda motosiklet minib ushqandek chopadigan tanarkatchi. Rolga tanarkatchi chiqqanda. O'tadingizmi? Nemishga minmaysiz? Tanarkatchi kelib minib olsa. Varis! Tugashdi. Men cho'kib ketadigan o'xshayman. Meni qutuldirib, men midirlayapman. To'g'ri. Midirmasam cho'kib ketdim. Quzinglar. Qarang, bu ko'lchak cho'nqir emas. Sizga shundoq to'yilib ketibdi. Turib keting. Ma'mur rejissorimiz tasavvur qilishga moyir ekan-da. Mening motosikletim qarangiz bo'lmasa, suvda chayqalib suyulib qoladi. Rahmat. Guli haydab o'gindigan heli qizil ranglik mashina nada? Ana. Mana tumanda. Yaxshi, Guli, mashinaga chiqing. Motosiklet minishni keyin yutib qo'yman. Ismim Varis. Yana unutib qopsiz. To'g'ri, Varis. Keyin o'zgartirgan ismingiz, Mashinaga chiqing. Yigit, faqat japodan qo'rqmasingizlar, o'ta qilmanki, 3 kun ichida mashina haydab taqi chiqa oladigan bo'lasiz. To'ydim, bezor bo'ldim. Men bilan qaror bo'lmasin. O'zim yolg'iz chiqib gösterib kelman. Dada, appa, men yigitim bilan tutishib qo'ydim. Bir oydan keyin katag'onni uyda uchrashmoqchi. Hozir nega borsa? O'g'illar chiqib so'qit cheniqib keldik. Bizmi chiqib qizlar xas jasoratni yetildiramiz. Karxosh. Uni to'sib edim. Sofiya, kelma. O'qishdimmi? Mashinani o'qishdim. Yuk mashinasi. Shofir ishimizni ketingiga elib oldigan bo'ldi. Soat 4 mang'imizda. Bo'lamdi, bo'ladi. Nahayt yaxshi. Mashina bosili bo'ldi. Jura kino ko'rgach vaqtni to'shqizaylik. To'g'ri. Nahayt yaxshi dedingiz. To'g'ri. Buriling. Oldirmay aylan. Asta deyman. Bu yoqqa keling. Sol tarafdan o'ting. Sol tarafdan. Xata. Nimsiz? Ajabmi joyil qizgan-ku bu gap anglamaydigan, O'zgacha mijozi bor ekan. Yaxshi. Varis, birdam dam olaylikmi, Birdam o'tirib usuzlik qichaylik bo'lamdi. Qo'saqma ochdi, Bu yoqqa haydab keling, Yaxshi. Bu yoqqa keling. Tez chopsam bo'ling. Haydam. Yaxshi. Qaramamdigan gapimni anglag'indi, to'xta. To'xta. Narsani ep keling. Yaxshi, yaraysiz. Tuting. Bu to'xoning puti o'g'il bolalardek cho'ng tishlab yana bog'da piyusim bor. Tuting. Yo'q, men to'xoning putini yemayman. Mau qo'y go'shtini yeyman. Yam. Qaltis. Yam. Beliq konservasini olib kelay. Rejissor, bu to'pilikdan o'saklar tog'jilg'isi deyman. Dunyoda birdan bir jilg'a. O yerda bir mehmonxona bor. Tog' bag'ridagi yo'lni bes qiyndu, Shundoq. 16 yerda agmi bor. 16 yerda agim borda. Bugun oqshom jilg'iga berib, shu mehmonxonada yotamiz. O yer nima degan jimjit. Kichik vaqtimda beliq go'shti yemaydim. Bu beliq haqiqatan yaxshi narsa.
Abla, Abdur'un geli kıltırak durup kaldı. Ciddileşme. Yetim. Görüş tamıqını köprek yep, arkadan piv içmese hiç nasip olmaydı. Yem. Tez. Yen yigizim. Mana. Aşkış yan çıktı. Kadirlik muamelesi beni derhal doktorxanaga Abla, o cilg'ı tushib ketdi. Nima? Yo'l xatarlik. Gulay, varis xatarlik. Mashinaga chiqing. Hey, oshqis qani? Ay, oshqis nega tasqandi be? Kimning begzodisi? Keningdan to'ydingmi? Qaltisini ochgansan-ku. Mashinani urib etib, keningdan to'ydingmi? Kech bo'lib qolganda o'zing yolg'iz, bu yerga nima deb kelding? Yig'layotganni teqi. Pravang bormi? Mashina haydashni senga nima qo'ydi? Qaraganda Onu cehi dersi kapırıp etsek boğuduk. Toprak cehi dersi kapırıp etsek. Durun lan. Hey! Qo'rqib ketgansa, ömrümde sana o'xshash qaram soatdakini birinchi qatim ko'rishim. Talva. Mashina chiqa. Chiqa. Sizmi ular bilan birgimi? Ismingiz nima? Men o'zimni tunishtirib qo'y. İsmim Tatlıqcan. Bu yil 22 yoshga kirdim. Egizligim 90 cm. Ko'pchilikning munavvar yordamchisi. Oy, mashin keldi. Varis! Mashin to'xta. Tova, mashinni bu yerga qanday haydab keldingiz? Shuni deyman. Mashina yurib chiqib ketgan o'xshamamdi.
bu bek xatarlik. Bu xatarlik turmushni o'rganganim bo'lsin. Ha? Ularga rahmat aytishimiz kerak. Ha? Bo'lmasa Rahmat og'inglar. Mening bu ukam sal erka, biroq hech qisi yo'q. Opam uni botir bo'lib yetsin deb, shunga O'rnida men bo'lsam, uni toza uratdim. Uratdim? Uni urishga kimning haddi? O degan opamning jon jigiri. Xo'sh, sizlar nima ish qilsizlar? Biz 6 nafar yigit xalqning urf odat ahvollarini tashkillovchi bug'da atirdik. Bu yoq bizning atrat boshlig'imiz Oblis. Tünügün talçoq qarlaysizsiz-doq. Bugun tog' bag'rida qarg'aynısizmiz. Gruppanlardagilarning hammasi o'g'illarmi? Qizlarni qatirib nima qilamiz? Bu degan yigitlar qiladigan ish. Qizlarni qatnashtirishga bo'lmaydi. Ayollarning o'zi tutib ishi bor emasmi? Sizlarmi yigitkansan-ku, ha? Yetib qopishqa o'ng'ay emasmi? To'g'ri. Endi tog'dan tushib ketaylik. Dodo ukamiz bizning qaytib kelishimizni kutib turayotgandi. Yuringlar. ularning turmushi haqiqatan romantikkan. Ularda romantik turmush nima qilsin? Uning ustiga ular ayollarni yoqtirmaydigan bir to'p yovaylar ekan. Tilga og'chiligi yo'q. Qizlarning ovozi-ku. Bizning naqshimiz qizlarni janib qilibdi-da, ha? Tatliqjon, ha? Bora, o bu yoqqa kelmasin. Neri kelsin? Hop. Dodo, ovozing baksat. Qo'shma. Tatliqjon. Sen qaram soltak. Sen mi keldingmi? Boya bir qizning ovozi chiqqanda qilgandi. Kichik bir qizgan. Men uni qo'g'lib etdim. Qiz bol degan qo'rqinchoq. Istiqbol yo'q. Bizning guruhga qizlarni olmaymiz. Maxsus yigitlarning irodasini chiniqtiradigan joyga boramiz. Qaltis ko'ngillik. Guruh boshliqlarni naqsh aytamda. Gittarchi deb naqsh etqini. Dal shu. Tatliqjon, kim gap qilyapsa? Kelib o'ynamamsan. Tez bo'l. Mana hozir. Sen o o'g'li bola ekansan. Biz bilan o'ynab do'st bo'lib qolmamsan. Ko'rsat ne'mat. Sahar soat 5 da Shimol Shinjon qarab mangamiz. Yura. Boshliqlar meni aytdingizmi? Navodi tillab salsa kim bo'lib? Qaram soltay. Bu yoqqa kelib o'yna. Soltay. Sonunda telvilachi o'ynayotgansan-ku. Sen zat nima ish qilsan? Ha? Bu jilg'i nima deb kelding? Bo'ldi, dam olaylik, jiringlar. So'qoq shimlar. Qani eshinglar. Qani. Ayta, bu yerga nima ish qilg'ili kelding? Turmush o'rgangili. Kinoda botir yigitning rolini olmoqchi edim. Mushu holingga yigitning rolini ola olamsan? Bo'yning bilan belingga qarag'ana. Jongo yigitlarning obrazini sana o'xshash so'ymaklar xunuklashtiribdi. Qarag'ana qo'llaringga. Qo'lim nim bo'pti. Nesh qilib mushundaq bo'lgan. Bo'ladi. Akla. Petruskanlarning go'mpisini ko'rib qolayimsi. Kelamsa. Hali gumpon borkan, ha? Sho'ng'iza mashinani haydab tog'dan past kuchib ekansan-da. Yigit yaraydi ekansan. Bundan keyin qaramliq qilib, jining bilan o'ynashib yurma, ha? Bildingmi? Boshliq, bu soltakning ko'zini ochib qo'yaylik, qandoqdi deb. Jiringlar. Bo'ladi, botir yigit. Bizdek aqllaringni tushunib qo'ygan. Jura.
Bu Şimal Şinjan'dan çıkarılan qetişmi yapıp, tehiç insanlarının ayak izi tegmegen Tanrı Kölü. Saat 5'te biz şu nişan qarab yolga chiqamiz. Bu ya Janub Şinjandagi Mumbat itizlar bilan keng ketgan dalalar. Bu qadimiy Ipak yo'li. Bu yerlar yezi bozor, qishloqlar. Bu yer ota-bobolarimiz yashagan joy. Biz vatanimizning 6dan 1 qismini egallaydigan sirliq bu joyda oyoq izlarimizni qoldirmoqchimiz. Hayotiy kuch olamiz. Qandaq? Biz bilan birga boramsan? O turmush o'ginib kinoda rol olar ekan. Sen agar biz bilan bu yo'lni mengib tugatsan, u chog'da haqiqiy botir xizmat bo'lib chiqsan. Hozir qiyofating to'liq nozikka. Xuddi mollaq otadigan serikchiga o'xshaydi ekansan. Eri akamning harakati xuddi qiz bolaga o'xshaydi ekan. Uning agashsang seni nasbasidir. Bizdan ayrilib ketib, ashu bir to'p yovvoyi soltaklar bilan birga bo'ldingiz, shundaqmi? Ular bilan birga bo'ldim. Men ularda yigitlarga xos bir xil jazbidor kuchning borligini his qildim. So'zlayverim. So'zlab. Men hozirgacha buncha ko'p men bilan tang. Hech qisi yo'q. So'zlayverim. Men hozirgacha buncha ko'p men bilan tang o'g'illar bilan birga bo'lib boqmagandim. Ularni to'lim yoqtirib qolgandek qilaman. Bo'lib ularning ko'rpa boshlig'ini bu naqshi aytib tansi o'ynay oladigan ajab yaxshi. Emse, andaqda bizchi? Bizmi o'g'il bolalar-ku, ha? Anlamadingizmi? Mening ovozimmi yomon emas, menmi o'ynay olayman-ku, ha? Biz yaxshi emasmikanmiz? Ha? Albatta men sizlarni intayin yaxshi ko'raman. Biroq Grupa boshlig'ining ismini nima dedingiz? Ablis. Sınars efendi, bularni xotirlab nim qilsiz? Lozimi bor. Aytma Guli xonim, Abduz degan yigit sizga nima bilan dedi? Siz ularning gaplarini aynan menga bering. Jumladan ularning hissiyoti, ruhiy holati, harakati qatorliqlarni. U mening mahoratimni ko'rgandan keyin xeyli kun bobakana dedi. Bu gapni degach, nurimga qattiq urib qo'ydi. Ha, yo'q, beshimni yenikkina silab qo'ydi. Ey abla. Endi qaraq aytam. O zade müringizga urib qo'ydimi yoki beshingizni silab qo'ydimi? Shu chaqda siz qanday hissiyatga keldingiz? Nurimga qattiq urib qo'ydi. Beshimni siladi. Albatta, qanday hissiyatga kelganligimni deyolmayman. Beshingizni silsa, nuringizga ursa, qanday yigitgan u? Shunga gap bo'ldimi? Murat, bularni yezib nima qilasiz? Karamat ish bo'ldi, qadrli muammo rejissor. Ssenariyimda yana bir personaj chiqadigan bo'ldi. Qani so'zlayvering. So'zlashinglar. So'zlab. Bo'ldi. Mon rejissor Bakri charchab ketdi. Uxlayman. Xayr, xo'sh. Ey, qadrli mon rejissor, ish bu tarafda, ha? Sizlar bilan birga bo'lsam, tatinib, qo'rinib qoldi ekanman. Hech bir romantik hissiyatqim kelmaydi ekanman. Sizlarda yigitlardek jasoratmi yo'q? Xafa bo'lmasliklaringizni so'rayman. Men ashundaq yigitlar orasida bo'lib, romantik hissiyatni topganda, muavin rejissor xafa bo'lsa mayli. Xayr, xo'sh. Bundaqmi? Hadidni oshqanlik bo'lamdi. Kechiring. Tashkilsizlik, intizomsizlik. Men berib bizning artistimizni azdo'g'an shu Abduz deganni tepib, uni soqchiga olib beraman. Qiziqarlik voqea chiqdi. Biz xarakterlik ilgirlash. Bu xatni men saqlab qo'yay. Shunda qiling. Ular Gulining qiz bola ekanligini bilib qoldimi ya? Bo'lmasa ularning o'tirsida bundoq jalb qilish kuch bo'lamdi. Agar rosti shundoq bo'ladigan bo'lsa ish chatoq. Ular cho'qim muhabbatlashidi. Biz Gulini qaytirib olib ketolmaymiz. O chaqda restoranga nima deymiz? Hey.
Derhal tağdan çıkaylı. Karamet bu oyunga əgişim. Ulanı tepişimiz gerek. Ulanın etrafığı yoşurunup vəqqalikinin tərəqqiyatını tuydurmay küzdeyli. Yaxşı. Biz ulanı yıkılış küzdeyli. Eğer tapdın çıqqıdaklı ahval körülse, eyliqi abdüz degeni tutup. Güleyini qaytırıp gelimiz. Hazır muhimi ulanı tepiş. Tez bulun. Cürüm. Eğer sen kız bop kalsan, oğul sol yanda, kız onda, der bir cip aşık meşkler okşan bulur. Hey, siz muhabbetleşken mi? Muhabbetleşken. O kim? Buranqı savaqdışım. Canıp yurtdışım. Xotangi ketdi. Elip berip atqınımız yigitler hareket edetse, onu bille etkenmepsizde. Belkim. Xotangi bağanda onun bilen körüşemsiz? Ehtimal. Nemi gep bu, ehtimal? Dostlar, yigitler başka joyga barmazda ketip qapti. Şundaq mı? Fazla qayda bilmaydigan mehmonlarga. Hey, yürü. Bayqı mehmonlarning ciddi ishi bag'ashga ketib qolgan teslar mehmon. Bayqı mehmonlar? Ular neda? Asta. Qizchaq, bayqı mehmonlar deganingiz bir top yigitlarmi? Ha? Nahayt omaq bir top yigitlarmi? Shundaq. Cemi 7 odam, birisi kichikroq, pokinak. Bir qozoq yigitmi bor? To'g'ri. 7 odam, ha? 7 odam. Dal sular, ularni qo'lab yetib olaylik. Tez yur. Bugun bu yerdan ketmaysizlar. Bu yerga kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizning aziz mehmonlarimiz. Ishinglarni qilsanglar bo'ldi. Biz bugun sizlarni cho'qim qondirib olamiz. Qaranglar, o'tni qilib bo'ldi. Siz haqiqatan ochliq chidaydi ekansiz. Biroq mening qo'sqim ichib ketdi. Rahmat. Abla, ularga birdamla yetishib oladi-ku. Mening qo'sqimni ochma dedimsiz? Chatoq yo'q. Tog'dan tushimiz. Qo'g'lamayli.
Ularning keyingi manzili cho'qim Janubiy Shinjang. Bu sayohat qonuni edi. Ulardan yiroqlab ketmasligimiz kerak. Bunda bo'lsa chataq bo'ladi. Gulaga biroz sharsharay yaratib berishimiz kerak. Ularning orasida xotirjam yursin. Voy, ajab chiroyli qizgina. Ay? Rastli kapti. Sofiya, to'xtab tur. Rejissor yaratmagan Sofiya degan heli qiz shu. O'zimizni daldiga olaylik. Nemishqa? O'g'il bola degan oldiga berish kerak. Yaxshimisizlar? Ajab yaxshi uchrashdik, Bu yerga qanday kelib qoldinglar? Yurt gezib, cheniqishga chiqdik. Sizlar tamni tutib turamsiz? Bo'ladi. Sizlar kino ustodisizmi? Oy, bu yoq muan rejissorga. Yaxshimisiz Sofiya qizchaq? Nega maqdinglar? Agar boshqa o'yinib qolsanglar, sizlar nega borsanglar biz shu yerga boramiz. Qarshi olamsizlar? Qarshi Oy, sizlarning mashinanglar bor. Mashina? Bu mashina buningda so'rang, siz nihoyat tushlik odam-ku. Oldimizdagi to'pidik. Past kuchib burilsa, Oymaykil g'arga boramiz. U yerda universitetda birga o'qigan bir savoddoshim bor. Hanzu. İsmi Wang Fan. Bu yerdan o'tgandan keyin berib uni yo'qlab o'taylik. Ashu budda g'arlarning qandaqligini ko'rib chiqmadik. Bundaq chet-joyda ular qandaq yashaydigandu? Kasbnida. Ansam o to'y qilibdi. Turmushi jafoliq bo'lsa-mu, intayin baxtlikan. Tayxan degan asli sening taxallusin keldi. Demak, men Jungo ham chet el jurnallarida sening asarlaringni ko'ribdiman. Kelishinglardan burunroq xabar topgan bo'lsam, ayolim ikkimiz hijran buluqiga berib, fuqarolar deyishib yurgan zamzam suyidan ekilib, sizlarga hodiqcha beradi. Biroq hech kishi yo'q. Ayolim Wang Fanning inisi Naylik aroq zavodining ishchisi. U bir necha potlikka ishli aroq olib ketdi. Men bu yerda. Saboqdosh, men bir necha yildan beri aroq ichadigan bo'ldim. Bu mening ayolim. Shundaq yordamchim ham kasbdosh. Qo'sqinlar ochqanda, kinamadan qoldi, tamoqlayapman. Jigit keling. Qani tatmay eninglar. Kelinglar. Buni kim sızgan? Buni yo'ldashimning uyidagi tam rasmlardan ko'chirib sızgan. Nima degan go'zal. Bu mahbuba usul o'ynab turgandek qiladi. Uning qoshlari, ko'zlari bizning qonqiz Sofiyaga o'xshaydi. Ey, varis. Kira. Jo. Tamaxyam. Araqchimiz. Har bir xizmatlarning obrazini yaratishing uchun. Qani, qo'sha. Fuka, ko'ribimizda mundaq qoida bor. Agar hammamiz o'rnimizdan turib, kimga aroq tutsak, shu uda shromki ishchidi. To'g'ri. Diqqat. Shtoq, qo'sha. Qo'sh. Shromkining birinchi romkisini semay otamsan. Ishcha. O'g'il bola degan ushrom qaraqa ishni bo'lmaydi. Bo'ldi. Ishchi. Maqolingizda aytgandek, Donghongdan nomg'ari tepilgan bo'lsa, men Oymaykili g'aridinmi, nomg'aridinmi sirli g'arlarni ko'rdim. Men hijron pulqiga berib, yosh to'kkan ko'zlarni topaman. Avayda. Hey!
Avayla. Ciddileşme Allah. Ciddileşme Allah. Ciddileşme Allah. Bu doğru emes. Gidip koy. Kemme Allah. Kemme Allah. O ne sokkaldı? Kemme Allah. Çatak Ne görse? Sokkaldı de. Hey, ne görse? Ne görse? Bendek jigit çıkaranla. Takıldı bu. Şuram qaraqqa nə soq qaldı. İş güzümüzək boptu ken. Şuraya qarab Atla o taq çıxıb getdi. En egizdeki qarğa çıqı mən zadi. Ehtiyat qıl! Atla, u yerdə xətərlik. Çatak yok. En iyizdeki karının aldığı da supu bak. Cironla, ben şerikdeki karga başlap baray. Cırana. Ay, tutula! Çıkış kapitini almadınlar mı? Rastlı sır bir sotudu. Rejissor telefonda o turmuş ögelsin. İşinimenki o çokum zor netije asıl kılıp qaytip geldi o deydi. He, undaq dergumandı bu mal. O çokum meşerde. Bırak. Şehirde bulmagandan keyin tüvengi düşüp ketkendi. En quvvatsa. Kesirim. Tüvendi mi yok gel. Ulan Qashqarga ketdimikin? Berib ko'rib beqishimiz kerak. Ahir qaytib kelsilar. Kelmagan bo'lsanglar, cho'ng ishimga daxl etadi. Qandaq cho'ng ishdi? Jiringlar, restoran kirib dasturxon ustida deb beraman. Dasturxon ustida? Dasturxon ustida. Hey. Bizni pul to'lagizmoqchi. Men bir china suiqasli ishchiman. Marhamat. Ketib qolaylik. Bugun men sizlarni mehmon qilaman. Ajab mo'lchilik bu, ha? Men tek
sizlarni qanchalik artistni chaqirib kelarkan debdimi? Qani kelinglar. O'tiringlar. Bu narsalarning pulini to'lab birinchidan menga xushallik keldi. Ikkinchidan, mashinanglarga o'ltag'imning haqqi uchun. Yo'limiz bir bo'lgandan keyin arzimaydi emasmi? Ayting, sizga nima xushallik keldi? Bugun bekorchilikda xotinga telefon bir so'zlashdim. Tog'am u yerda cho'ng tipdagi bir televiziya teatri ishlanayotganligini aytdi. Gullar o'tira. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu televiziya teatrining rejissyori qiziq odam ekan. Rasmimni ko'riblar. Meni bosh rolga tanlabdi. Ata Qashqar turtirdi ekanman. Oldimga mashina va'da ekan. Sizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani o'tiraylik. Xo'sh. Bu xotandagi tuqqanlarimning adresi. Biz qandaqli bo'lmasin tanishib, bir mezgil birga bo'ldik. Agar sizlar xotanga berib qolsanglar, bizning uyga mehmon bo'lib kelinglar. Shu chaqda men sizlarga o'g'il do'stimni tanishtirib qo'yaman. O haqiqiy azimat. Diyeceğim. Ulan kovuluşup gitti. Beşinizde midirlattım. Göremedim. Ulan av yetken. Köpçilik tartılıp bağaydı. Abdülzaka siz ne bilemeyin. Bu yapma aile. Bu yapma bağaydı. Ay benim gipimini alıp yapma. Bu yakman aile. Nadir, siz ikki yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar Suzuki film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar Gaming. Apaq qiz, menga azroq suv bering. Kimni izleysizler? Keserim. Ulan çokum. Müşterek kaçtı. Kaçtı? Bir, iki, üç. Bu atrofdagi xalta ko'chalarni men obdan bilaman. Bu xalta ko'cha bek uzun. Ular yerib qoladi. Biz bu yoq bilamayli. Qandaq? Qadamlab marsh! Yaxshimsan? Yaxshimsiz. Bugun cho'ng akam xalqning to'yi. Hozir to'y bo'layotdi. Yaxshi qo'y. To'yga ulgurib ketdik-da. Abduzka. Yengam, nihoyat chiroyli qiz. U meni bek yaxshi ko'rdi. Yana kelib, u mening rahbarim degina.
Abuzka, Ha? bu yoqqa keling. Nima? İşlemoqchi bo'lgan filmda men qizcha yasanib, yangi kelinchakning rolini olaman. Ha? Bu aile bilan tanishgansiz, turmush o'rganishimga yordam qilmamsiz? Ha? Bunimi o'rganamsan? Ağlamaqdı ekanman. Zada qanday rolga chiqadiganligini hech bilmadim. Yangi kelinchakdek yasalsam, qanday bo'lganligini sizmi ko'rib boqmamsiz? Chiroyli bo'la olamsan yo'q. Yigitni qo'rqitib o'tsan ku deyman. So'ra baqay. Xo'sh, Rufqa, bizning bu fikrimiz almashtirish. Motosikletning ovozi chiqyapti-ku. Bu bir xalta ko'chka. Ular qichib ketamaydi. Xalta ko'cha? Ha. Voy! Oyoqni tuzak yomamay, mix chiqib qoldi emasmi? Buningda urib. Chata qoldi. Aldirma. Bu bir xalta ko'cha. Biz qo'g'lab to'saylik, ular qichib ketamaydi. Herden noktaya ettim, işkinden öttüm. Her kakattan elip daldan ne çektim. Kanda. Voy qandaqra? Xuddandan apligülüm diye bıraklar. Örgülü oynaktan geldim size. Örgülü oynaktan geldim. Melike, bugün bizden toyumuz intayın kızıdı. Yenge, o'ltiraverib charchab ketdingiz. Chiqib biroz dam oling. Senki qavatga chiqib biroz dam olib olaymi? Ma'qul. Sal turib tushasiz, a? Ilg'anlardan tanlab sevgan bir qizni topdim. O siz? Ha? Keling. Siz chiqmasangiz bo'ladi. Obda yenge. Bu xatni o'qib bering. Men o'qiyolmadim. Ajab musun xatkan bu? Obda yenge. Bu mening umrlik ishim. O'tiring. Layık tapdingizmi? Yo'ldosh Shoshur. Ikkimizning munosabatga kelsak. Muborak bo'lsin. Biz kino studiyaning. Bu uylarning qurilmasini ko'rib boqamiz batdi. To'g'ri. Biz bu uylarning asti ustini, o'ng so'l taraflarini. Yana ichki sirtini ko'rib boqmoqchi. Bo'ladi. Qani ko'rib boqinglar. Rahmat. Opla! Tugashdim. Butunlay tugashdim. Odam chaqiraymi? Shu topda hech kim bilan ko'rishkim yo'q. Yanga, meni faqat siz tushunasiz. Sen rastlı kız bolsan men hazırla toy qilaman. O'jir uyga kiribla jiddilishib ketsan, hargiz vaqirab tashlama. Men seni aman qilib o'jir uydan almashtirib chiqaman. Bu yerda bir uy bor ekan. Tez bo'ling. Bo'ldi. Qaraganda ular bu xalta ko'chaga kirmabdi. Qizlarang almashtırdingizmi? Bo'pti. Qizlarangni yaxshi. Bu yoqqa qarab. Mehmonlar, endi qiz bilan yigit o'jir sirtirdi. Söyümlük Melike. Romulanızı eli bitin ha.
Biz hozirgi zamon yoshlarg'u. Romal otib bilib nima qilasiz, a? Hozir usul o'ynaydigan paytmi? Men bilan hujraga kirgankansiz, ro'molingizni ilib deb, yuzingizni ochma. Siz kimni saqlayapsiz? Kimni saqlayapsiz? Siz bilaylik, siz. Yenge, bu Abduzkamdan sizga bergan to'yliq sovg'a ekan, akirib qo'yishni unutib qoldik. Aka, dadamdan sana deydigan muhim gap bor ekan. Bu yoqqa kel. Siz bilan. Bularlar. Tez. Sandiq eg'ir kechikib qoldik. Tez bo'l. Oy, demak siqilib ketdi. Avayla. Senlik içken bolsanız men hiç diyemaydım. Hemkarlaşmanızga rahmet. Bugün ben kinoda rolagandek boldum. Şunda, kim seni bunda rol eyleşini ögen depti? Şeytan. Tez bol. Tezroq. Bo'ldi. Dadam bu gaplarni men qitim degandi, men unutib qolmayman. Unutmagan bo'lsang yaxshi. Men seni bugungi xo'shallig'imni unutib qilib, dadamni xalq qo'yasanmikin deb azirgandim. Men qachon dadamni xalq qilgan, ha? Dapaqa. Kishilar meni dunyoda sodiq eng badar o'g'il deyishdi. Xalq, esingizda bo'lsin, bu ikkimizning o'jiroyi. To'g'ri. O'jiroyimiz. Keling. Yenge, bu sandiqqa qulib o'rnatmabdi. Biz ichikdaylik. Ma'qul. Ko'tarolar. Siz bilanlar. Aka, sizlar Ajiba, boysiz. Bu eningiz rejissyorlik qilgan bir maydon bema'ni o'yin. Keyin sizga tafsili deb berma. Apa, men qaytib keldim. Voy, o'g'lim qaytib ketdi bu. Yaxshimisiz? Senin balam. Yaxshimisiz? Hey, mana bu mening qadrli opam. Salom. Bu mening shokichik do'stim. Xo'sh kelibsiz yigitchaq. Jenim balam. Sofiya, har kuni seni kutib, yo'lingga qaradi. U hozir bak aldirash. Ertadan kechgacha mehmon bo'lib yuradi. Anglasam bir televiziya teatri qatnashqidek. Qara. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiyib olganim teatrda rolini olmoqchi bo'lgan palvon qizning kiyimi. Jasurmikan? Bak yaxshisi. Rejissor mening ko'rsatishim orqali bu do'stimni mening dedigimni rolni elishga belgiladi. Yana bu do'stim bor. Bu do'stim podshohning xonimi, xonishning rolini oladi. Yana bu ukamiz podshoh oliylarining rolini oladi. Shundaqmi? Tanishtirib qo'yay. Dejon, men mehmonxonaga qaytib narsa keraklarni yig'ishtiray. Siz xotirjam uydagilar bilan ko'rishib. To'xta, bo'lmaydi. Men seni uyimga olib borib ko'rsatib, opamga tanishtirmoqchi bo'lgan-ku. Ha? Ey, u kim? Mening yordamchim. Bu bola 18-19 yoshlar kirib qolgandi. Yosh quramining tas xatarlik mezgil ekan. Bundaq bolalar hadisini uydan chiqib ketadi. Meningcha u shundaqlardan-ku deyman. Hey, hech nega bormay yenimda bo'lgin, ha? Tamoq yeb bo'lib birga qaytamiz. Uyda turmamsiz? Ishimiz aldirash. Ha, shundaqmi?
Aval öyle kirin. Bilişiniz gerek ki, men sizlerning mehmoninglar. To'g'ri. Qani, uyga marhamat. Marhamat. Qani, marhamat. Biz oshxonaga boraylik. Marhamat. Juring. Qandaq yigit. Uyimizdagi rasmlarga qiziqib qoldingmi? Kela, albom ko'rgach o'tag'in. Men sana tanishtirib qo'yay. Kela. Bu kichik vaqtim, bu dadam. Ablis, beshingizni keltirib bu gullarga qarang. Buni siz uchun tayyorladim. Chiroyli ekan. Shundaqmi? O'riqlab qardab ketibsiz. Yo'l japasini tatqansiz. Shundaqmi? Qarang bu fikamga. Daslibida xuddi qiz bolig'iga o'xshaydi. Mana hozir azimat bo'lib yetishdi. Aytqin yigit, o'zing qanday tasirruf kelding? Men bilan mansan japoliqmikan? Gap bilan. Azimat topshirib. Ailengizni ham yoringizni unutibsiz. Mana buni Beyjingda o'qiyotgan chig'imizda tushgan. Mana bu Sadiqin sibili. Ne görse? Diyeceğim, sizler paranlaşınlar. Ben oyluğa çıkıp hepimizge yardımlaşayım. Toxta. Olta ahmaq bala. Pranik ye, meyve ye, kempüt ye, çay iç. Hey, bizden qilishadigan maxfiy gaplarimiz yo'q. Tatinma. Amisi, tağamning uyiga qachon boramiz? Bugun u sizni kutib turyapti. Bugun? Yo'q. Meni kechiring, Sofiya. Bugun bo'lmasmikin? Keyincha bir gap bo'la. Ablis. Ko'zlarimizdan chiqib turdi. Siz o'zgarib ketgandek qilsiz. Shundaqmi? Qalbingizda men yo'q o'xshayman. Men burundili shundaq. Eliq shaki chiqqini. Boris. Ablis, u siz uchun shuncha muhimmi? Shundaq. Kechiring. Gap anglamaydigan bolada ketib qoldimmi qarimamdigan. Men hozir uningdan ayrilanmayman. Apa! Ben Elqi bola bilan kechdi kelman. Shu vaqt paranglashaylik. Tatma. Uni chaqirib olaylik. Jirim. O'ltirib. Chiqirasan. Bu yoqqa keling. Qani mehmonlar. Tatma, elinglar. Rahmat. Elinglar. Ahvolimizni Sofiya bizga deb berdi. Hozir yanada bir. Sirt ishlayotgan yoshlar ota-onasi yanında bo'lmagandan keyin o'z ishlariga o'zi ega bo'ladi. Hey xotin, bu yigit hali yomon emaslik qiladi. Cho'nglar gap qilayotganda aralashma. Meningcha, ular ismingizni chaqirmagandan keyin nima qaringiz? Ata, buni siz ata keldim. Yaxshi ko'ramsiz? Acham ketdi. Acha, keldingizmi? Acha, kelgisi yo'lchisiz ketdi. Keldinglarmi? Sofiya, sizni yo'qlab keldik. Adres bo'yicha uyingizni topdik. Hozirgi bu kayfiyat kechirgaysiz, Hey, kechirgidek nima ish bo'ldi? Sofiya,
Sizler yangi zamanning yoshlari, bizmi yangi zamanning yashanganlari. Nima degan bo'lsa, tortinmay daveringlar. Tortindigan nimasi bor? Bu yigit bizga yarab qoldi. Obdan yigitni tanlabsan. Intayin yaxshi yigitni. Mana qaranglar. Qandaq dedi? Tag'a, men emas. Onundan so'ray berdi. Chiqishir bo'lma. Bayman dedim. Tag'a, bo'ldi qiling. Bu Onun arkasından çıkın. Çıkın da mermer. Çıkın balar, çıkın. Ma'qul. Biz yeni görüştük. Şundaq. Ssenariyonuzni yezib bo'ldingizmi? Yezib deganda avval sizga ko'zdiman. Sofiya, kechiring. Tog'ingiz ular xato tushunib qoldi. Ayting, yigitingiz hozir nada? Bo'ldi, uning gapini qilmang. Nima bo'ldi? Chataq chiqdimi? Qaytib borganda sizni uyimga taklif qilaman. Shu chog'da deb beraman. Sizni kim evatdi? Bu qochoqlarni sizga sovqagan emas. Siz bek avoqkansiz. Yani 2 kilo semirib, 2 sant o'sib, andin bu yakap o'ltirdim. Amaliyotda 2 sant o'sish, 2 kilogram semirish degani. Men ichi aytganda mana mashinchilikni bir ish. Mon rejissor? Guli? Bu yerda nima qilib yurasiz? Bizni izlab yuribsiz? Ayrilib ketganimizga bir oy bo'lay dedi. Qaytib keldigan vaqtingizmi bo'lib qoldi? Guli, kechirmishlaringizni menga so'zlab bering. Cho'qim qiziqarli bo'lsa kerak, Nerede turibsizlar? Men sizlar bilan birga qaytib ketaman. Mashinaga chiqing. Erta Olovat shahriga boramiz. Afsoski eliq shaytonchaq yo'qda. Hey, u ketibdi bir narsamiz kamdek qilib bilinyapti. Uning yani 20 oy vaqti bor bo'lsa, nimishqa bizni olib ketib qolgandi? Dejan. U nimishqa biz bilan xo'shashmay ketib qolgandi? Bu yoqqa kelinglar. U menga qandaqdir boshqacha bir xil tuyulyapti. Boshqacha. Tabaqa. Qaysi yer? Qandaq boshqa tuyulyapti? Samichi. Dejan. Men uni izlab boqay. Uning turmush o'g'inish ahvolini bizda sinovdan o'tkazmadik. U bizning ba'olishimizni kutmayli ketib qopti. Uni nereden topsa? Uni cho'qim heliq rejissor ib ketdi. Dejan. Sirtqa chiqib o'ynayotganmandiq. Ey, Guli! Yotoqqa kirib nasiringizni yig'ishtiring. Mushundaqla qaytib ketamizmi? Jurum, tushaylik. Ne çıkıtım dedim-ku, aşı yavay soltakla sizni tashlab ketibdi. Bizim bu yerin ketayli. Janubiy Shinjang Kangrizimin Murad ikkimiz sizni boshlab berib, oxirgi o'g'inish vazifasini shu yerda o'rinlaylik, ha? Doklad qilgan ishlarni oqshom Guli doklad qilib bo'ldi. Menimcha uning ular bilan o'ynagan o'yini texnik yuqoridan ko'tarilmadi. Masalan, hozirgacha ular Gulining erning rolini o'ynaydigan mahbiyatini bilmaydi. Shunga uni yana ularning arsiq avatganimiz yaxshi. Tekrar efendim. Bugün bizning tanışxonamizga sirtdan nurg'un mehmonlar keldi. Tanışçı qizlarimiz Kamchil, sizlarning bu qizchaq bizning tanışxonaga berib tanışsangiz qanday? Qaray. Siz buni saqlab qo'ying. Siz buni qanimga chiqib qoldingiz?
Merhamet. Muavin direktör qani? Ko'midim. Yenge, akam üstünki qana chiqib ketdi. Chiqib qarab boqaylik. Siz turing. O'tiringlar. Bo'ladi. Tamak chegin. 在我心中留下过痛，这样的伤痛。 Qo'pmay o'tirsa-ku, biz sizlar bilan tansa o'ynasak bo'ladimi? Bizning boshlig'imizni achchiq kelyapti. O'ynasak bo'lmaydi. Nemishqa? Deyishga bo'lmaydi. To'g'ri. Deyishga bo'lmaydi. Bo'pti. 因为我爱的那么深刻，不能说，我不想挽回你的冷漠，不能说，因为我爱的那么深刻，不能说，就让泪水无知地滑落。 天空不再是那种无邪的清澈，难道是别离在我心里化为折磨？这样的伤痛你不会懂，这样的感觉不能说。 不想挽回你的冷漠，不能说，因为我爱的那么深刻，不能说，就让泪水无知地滑落，不能说，因为我爱的那么深刻，不能说。 我不想挽回你的冷漠，不能说，因为我爱的那么深刻，不能说，就让泪水无知地滑落，不能说，因为我爱的那么深刻。 Xan qiz, nəhayət yaxşı etdiniz. Sizni təbrikləyim. Kim bo'lasiz? Bana aytib bera olamsiz? Kim bo'lasiz? Bo'ladi, deb berishim hojatma. Mendir, umoq qizchaq. Xan qiz, nemish tansi o'ynamaysiz? Menmi? Men yigitimni kutib turyapman. Biroq men bilan tansi o'ynag'ingiz bo'lsa bo'pti. O'ynag'ach tursaqmi bo'ladi? Keling. Marhamat.
样的感觉不能说，因为我爱得那么深刻，不能说，我不想挽回你的冷漠，不能说，因为我爱得那么深刻。Bo'ptilar, ular tanışib qolsin. Hozir tunisi texi baldur, o'yin chiqmaydi. Menimcha o ikkisi hozircha mushundaq tunishlik bermay tursa, obdan o'yin chiqadi. Yo'q, hargiz bo'lmaydi. Qo'yvat. Xon qiz, yordam qiling. Xon qiz, ko'zingiz ajab chiroyli ekan. Oho, shundaqmi? Boshqalarmi shundaq deydi? Shundaq. Siz tasavvurimdagi sevginimga bakmi o'xshaydi ekansiz. Undaqda amaliyotdagi sevginingiz hozir nada? Bilmayman. Do'stlaringiz nemishqa lamjim demay ko'rinib o'ltirdi. Sizdan bak qo'rqam deya. Ayting, nemishqa bundaq kech keldinglar? Biz yiroqdan keldik. Nemishqa bu mehmonxonaga tushmaysizlar? Sharoiti bek yaxshi. Shundaq. İşte bir xaridor, men bilan tijorat haqida so'zing kutib turdik. Men chiqib kiray. To'xtab turing. Yenge, pastga tushib qarab baqmamdiq. Mening yigitim keldi. Kechiring. Do'stim, o'tgan qatim yangi kelin qiyapda kirib olgan bola men bo'laman. Unutib qoldingizmi? Siz oblizning ukisi deyman. Aldanibdimi? Siz aslida o'g'il bola ekansiz-da, kechiring. Siz adam aldashga usta ekansiz. Men hozir do'stingiz Abduz bilan boshqa bir rolni elib o'taman. Bu qatim siz mening yigitim bo'lasiz. Meni intayin yaxshi ko'radigan hissiyatni ifodalang. Bildingizmi? Bu rol elishni intayin xohlayman. Agar rosa qiz bo'lib qolgan bo'lsangiz pek yaxshi bo'ladi. Yangam hamkorlashsinmi? Albatta, sizning vazifangiz ikki turlik. Birinchi, ularning nerda turayotganini so'rab aniqlaysiz. Ikkinchi, uning mening kimligimni tanib qolishidan qo'g'daysiz. Xotirjam bo'ling. Cho'qqim yaxshi o'rinlayman. Chunki men artist emasda. Oy, o'shur. Obizga. Yaxshimisan? Yaxshimisan. Bu yeng kelinchaq-ku. Mashina qarang, ajab yerda uchib qoldik-a. O'tgan qatim to'yda senga yordam qilaman deb tanishtirib qo'yishni unutibman. Bu akam bilan yangam ko'targan restoran ham tanishxona. Bu mening muhabbatim. Yaqinda Shanxayda o'qish bitirib keldi. Uning ko'zi nima degan chiroyli. Do'stim, o'tganda meni sandiq solab tunjuqtirib qo'yg'ili tasliq qilgandingiz. Bu qatim sizni ko'rib mayt xush bo'ldim. Ustingi qavatda bo'sh yotaqpa. Mishak tushinglar. Rahmat. Biz ko'rgazma zaliga o'rinlashdik. Xizmatimizga qulaylik bo'lar ekan. Rahmat. Siz mening yangi olgan bir par pilat yopganni ko'makchi edingizmi? To'g'ri. Yana uzun paypoq, basnishka, Italiyaning shlyapasini badanga, ha? Emisda pastga tushaylik. Abduzga xayr xo'sh. Xo'sh. Bu qatim sodimiz yani bitti. Sizlar o'g'il bolami, qiz bolami? Mana o'qdan maslashdingiz, men sizga deb beray. Men qiz bola. Hamsi men sizni bek yaxshi ko'raman. Hey, mening sevgilim bor. Abduzgamga deyman, sizni deb yigitchasini uni uqtamaysiz. Deb bermayman. Yangizgidek o'ynab oldik, ha? Boris qaytib ketdi. Boris qaytib ketdi. Hey, Boris, qo'l acha. Bo'lakchili bo'lib ketibsizlar-ku. Boshqachili bo'lib qolibsizlar. Nimish qilgan badonlar. Hejab qaytib keldilar-ku. Meni unutib ketgansizlar. Nima deb qilyapsiz? Guli,
qizchaq butunlay ashu yov so'ltaklar qatoriga o'tib ketdi. Hech nima demay goyi paydo bo'ladi, goyi yo'qolib ketadi. Ashu so'ltaklarni ko'rsa, bizni tonimas bo'lib oladi. O so'ltaklarning shunchalik jalb qilish kuchi bormidi? Bizni ajoyib jalb qilish kuchi bor. Bu ajablanarlik emas. Kichigidilla balvoqchi bo'lib, hech ish ko'rmagan. O'zi bilan tang o'g'illar bilan aralashib baxmagan. Uning hozir hissiyat qo'zg'ab turgan, o'zini tutib olishga amalsiz qolgan chig'i. Odamda bu intayin tabiiy ahvol. Murat televizor qara. Guli. Bu ko'p qismli televiziya teatri ayol polvonni ishlash korpusining Olbas shahrida surat kelayotgan ko'rinishi. Komedilik tusog'ini ayol polvonning rolini olgan artist Estadlar artist qilganlikdan muhim ko'rinishni elishga mumkin bo'lmadi. Filmning ishlanishiga ta'sir etdi. Barliq ko'rinishlarni elishga ta'sir etayotgan bu paytda bir to'p sirliq yigitlar paydo bo'ldi. Ular rejissorga o'zlarining bir nafar hamrohini tanishtirdi. Mana bu nihoyat kelishgan yigit. Uning ismi Varis. O qizning rolini elib, naqshi usul bilan jonbozlik birikkan muhim bir maydon ko'rinishini o'rinlaydi. Cho'qim karomat o'rinlaydi. Albatta karomat bo'ladi. O aslida qiz emasmi? Aslida usul cho'lponi ham jonbozlar guruhining yaramliq o'quvchisi. Ha? Olvas shahrini men bilaman. Bir parcha qizil rangli tog'. Mashinani haydab kirgili bo'ladi. Ha? Jiro. Bizmi shu yerga berib, Gülening qanday rol og'inni ko'rib baqaylik, ha? Mening ko'ngil bo'layotganim ularning Güleni ayol polvonning rolini ilishga ko'rsatishida. Buningda cho'qim bir gap bor. Hech bo'lmaganda ular Güledan bir narsani sezgan bo'lishi mumkin. Tez bo'ling. Darhol naq maydonga boraylik. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Yigit, nihoyat yaxshi o'ynadingiz. Kishilar sizning talantli ayol polvon ekanligingizga tamoman ishonidir. Nihoyat yaxshi. Rejissor. Bu yigit artistdan 19 sant paka ekan. Bir qancha harakatni kam o'rnadi. Siz mening maqsadimni faqat tushunmayapsiz. Men ishlagan filmda artistning paka egizligini tomoshabinlar farq etolmaydi. Siz mening ayol polvonim. O'ltirish ko'rinishini jilg'ida olamiz. Usulni supuda o'ynaysiz. Jang boshlanganda podshoni o'ltirsiz. Albatta, xonishmi bor. Shartida. Nihoyat yaxshi. Xondan qanday chekkagan oq otga minisiz. Ondan sizni qo'g'laydi. O'lar tirilishingizga qaramay qochsiz. Yana oqingizdan etilgan o'qdan achchilik bilan chetnaysiz. Oldingizdan 8 niqobli odam chiqib to'sidi. Niqobliklar qani? Niqobliklar qani? Niqobliklar. Rejissor, hozirgi 8 niqobli odamdan faqat men bilan ayolimni bor. Rejissor, men Ernon rolini olay. Nihoyat yaxshi. Bo'ladi. Siz Ernon rolini eling. Ikkinglar endi 6 odamni darhol tepinglar. Agar ko'rinishni elish kechiksa, men sizlarga rahm qilmayman. Beringlar. Rejissor, bu yoqda toshdan boshqa odam yo'q. Tosh bosimi mayli. Niqobli 8 odam oldingizda to'sgan chog'da siz ular bilan ot ustida yerda elishsiz. Elish vaqti qancha uzun bo'lsa, shuncha yaxshi. Bildingizmi? Ha? Bildim. Nihoyat yaxshi. Artistlar supuga chiqsin. Xizmatchilar toq chiqinglar. Bu yerda hech kim yo'q. Birisi kelyapti. Do'stim, yordam qilib rol ilishmasanlar, odam topamayapmiz. Qanday rol? Niqobli 8 azimat. Bu rolni faqat sizlar ola olasiz. Keling, kiyim almashtiring. Shundaqmi? Boshlansin.
Beni rastını öldürüp etmen yine. Korkma, bu yangan pişak. Bu ayal palvan hacap mı bakarken bu? O artistin uğurluğu çıkan çalsa ölüm. Rejisör ne demen ayal palvan öle! Palvan, Şahzade geldi. Şahzade. Şahzade. Nahayet yaxşı. Yetin la. Bu atni minenmesi bir takı ühünüp olmagan de. Bu seyrek atı yavu atken. Endi biz meydan içemiz. To'xtab tur. Oq pikap kelganda uni to'simiz. Bu ne? Aldığımız iki yol bek tarken. Haytaylı. He? Bu zadı neymiş? Ulamır rol eyli vatamda. Ula bilan ilishimiz de. Ulan bilen tutuşup bakın bak. Terlan ola. Nahayet yaxşı. To'xta. Sizler milyoner bilen korukçu mu? Yuvashlik bilan yo'l haqqini topshir. Yol hakkı? Biz qandaqsiga millioner bilen qo'riqchi bo'lib qoldik, ha? Qarabapsizlar? Özünü kılma. Tapşır. Tapşır yok. Bo'lmaydi ekan, jiningni olamiz. Jinimizni olamiz ekan. Jininglarni olamiz deydi ku. Haddinglar emas. Qandaq? Ne kapıklarını ertişmedi? Şundak. Ulanı biz taklif qilgan. Yaxshi. Gülü? O kimdi? Kuzonglar! Uni Gülü deb chaqiradi ku. Ehtimal personajning ismidir. Uni bilan tutishib ko'raylik. Kel ola. Rejissor, ssenariyada Gülü degan ism yo'q. Gülü? Kim bilsin? Ne mi karımız? Film yaxshi chiqsili bo'ldi. Keyin montajlar kesib ilvasi bo'ldi. Bo'ladi. Gülü! Muavin rejissor, sizni qo'g'dirib keldik. Toza qo'ying. Ha, uring ha. Ova, acep yaman ayalken bu. Bundaq rol ne? Hergiz mi alanmı o dekme? Bundaq rolunu alanmısınız? Çolpan bulanmaysız. Karanlıq geniş, qoqancaq payda oldu. Maşından astıq kırı oldu. Yaxşı. Kelam. 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 Turum. Ha? Kelam. Turum. Başı gel. Bek yaxşı, nahayet yaxşı. Muavin rejissor, güzanlarını asranlar. Keyinki görünüşüm attı beni.
Eng yeni, eng nadir, Yani işkisi geldi o. sizlikte yukarı Milyonları boğan bilen filmlerini konuşayım, görmekte yoktan ve mı düşürmekte Ben bu bolsunuz. sinemedim. Şunkar Ahvakar sizi film ilişmedi. salonumuza Aka kadar mutlu. teşrif kıling. Hey! Salon Neymiş izdeşnami bu? Şunkar Sizler TV. ne diyecek adamlar? Ne kaptıklar, ne için biz bilen maslaşmaydıkken? Bu zat neymiş? Ne mi karımız? Ulanı mı? Tazı buraydı. Cır ola! Cır ola! Cır ola! Ne mi degan qo'rqinchli? Rost, haqiqatan qo'rqinchli. Qo'rqinchli. Bu nima ish? Aparatni to'xtating. To'xtanglar. Sizlar yaraysizlar. Sizlar chiqinglar bu yerda nima ish qilasizlar? Nima deb bizning suratga olish maydonimizga kiryapsizlar? Tez yo'qlanglar. Rejissor, biz sizden artistlerimiz. Ulan yalgan! Bu zot nima ish? Men bilmedim. Ish qilibman, yaxshi ko'rinishlarni elib oldim. Shundoq bo'ldi. Sizlarmi yo'qlanglar. Yo'qlanglar. Appa! At ürküp ketipti. Palvan at minemekti. Derhal o atı olaydı emes bu. Tez! Ulan! Tez! Mashinaga kelinglar. Tez! Chiqing. Varis! Apla, xeyli qattiq jiqilgan o'xshaydi. Darhol doktorxonaga olib boraylik. Jirom. Mashina haydamang. Ha? Ha? Qarab beqing. Ha? Sofiya ekan-ku bu. Ha? Sofiya, bu yoqqa chiqing. Asta. Avaylab chiqing, ha? Sofiya, bu yerda nima ish qilib yuraysiz, ha? Ne qaptiqlarning rolini evatamsiz? Yo'q, men vaqtliq artist desam ishonmaysiz. Ayol polvondan iborat bu bosh rolni men olmoqchi edim. Ot minamaganligim, usul o'ynayolmaganligim uchun rejissor o'rnimga boshqa birsini tepibdi. Aslida sizmitiniz? Televizorda xabar qilgan. Men bu doktorxonaga bormoqchi edim. Billa apramsizlar. Mening o'rnimda rol olgan ashu bola zodi kim? Mashinaga chiqing. Ishni echim. Doktor больницаga kiringlar dedi. Bo'ladi. Chaqayib manglar. Azlayat qilib yotdiki. Yo'q. Ayollar yotdigi. Bu qiz. Bu yoqda. O'g'il bolani nindab ayollar yotqizmoqchi. Aytinglar, eningiz ajab singlimiz bo'lib qoldi-ku. Bu zodi nima ish? Ha? Nima ish bo'ladi? Ha? Qiz bola o'g'ilcha yasanganda? Ha? Nima? Sizlarning guruhinglarni sap yigitlar guruhi deyishga bo'lmag'idek. Qandoq deysiz? Uning ismi Gulbahor. Gulbahor? Gulbahor? Tabriklashga arziydigan ish shuki, artistimiz turmush o'rganish jarayonida biz yangidan bir ssenariyga erishdik. Shuni e'lon qilaman. Kelgusi filmimizdagi bosh qahramonning rolini ashu personajning barliq turmush odatlarini o'rgangan Gulbahor oladi. Bosh qahramon ham uning hamrohlarining rolini yangidan tanishgan do'stimiz Ablis ham uning hamrohlari oladi.
Filmimizning ismi Azimat Tansxonasidagi ayol cho'lpon. Rejissor, artistlar qachon repetitsiya qiladi? Yo'ldosh Bakri, meni kechiring. Sizni muavin rejissorlikdan qoldirdik. Chunki yangidan yozilgan ssenariyda bir jup qiz yigitning muhim roli bor. Yigitning rolini siz olasiz. Qizning rolini elishqa Sofiyani taklif qildim. Sofiya, bu yoqqa keling. Sizni tabriklayman. Rahmat sizga, Sofiya xonim. Sizni tabriklayman. Buni qaytirib beray. Rahmat, ha? Nimaga rahmat deysiz? Nemish qishig'laysiz? Ya'ni qanday talablaringiz bor? Ha? Men Ayting. To'xta. Nima bo'ldi? Rejissor. Ay, tez bering. Bora. Bering, tez bora. Gulbahor. Abuz aka, bilamsiz, men burun bala boqquchi edim. Sizni sevishga men loyiqman. Sizni so'yman, Gulbahor. Shayton qiz.